Hürmetli vatandaşlarım, leksiyemizin devamlaştırımız yukarı leksiyenin devamı. Gingrich efendi mındak görsetdi. Solçılar hücum kılıp Prezident Trump rahberligideki Amerika irqchilik a'loligini ta'kidlaydigan, chet eldan qo'rqish kasaliga giribtor bo'lgan, urush xumor, urush bidikchiligi bilan shug'ullanadigan, yo'lga e'tibor beradigan, Afrikan Amerikaliklarga va musulmonlarga qarshi turadigan davlatga aylanib qoladi deyishidi. Solçular shundoq deydi ekan. Gingrich mundaq ko'rsat. Sen qarab baq. Prezident Trump qasam berib 2 kun o'tgandan keyingi ahvollarga qarab baq. Ularning so'z iboralariga quloq solib baq. Ular nima deyotadi? Qaraganda o'ttir yo'l yo'q. Yoki solchilarning gaplariga quloq solib baq demoqchi. Qaraganda o'ttir yo'l yo'q. Prezident Trump yoki taslim bo'lish kerak, yoki ularni mag'lub qilish kerak. Demek Amerika'da kurash nati ciddi ketiyotidu efendim. Bu içki işler, bu içki siyaset. Onun şundak ciddi ketiyotidu. Teslim buluş tayyarlık kılıştım. Başka murasyagi yol yok. Lekin men deydi Gingrich efendi, Prezident Trump teslim buludu da hesaplamayman. Deydi Prezident Trump yoki teslim buluş gerek, yoki ularni mag'lub qilish kerak. Teslim buluş tayyarlık kılıştım, başka murasyagi yol yok. Lekin men deydi Gingrich efendi, Prezident Trump teslim buludu deb hesaplamayman. Gingrich mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump prezident bo'lib saylangan vaqtdagi jamiyat kayfiyati bilan Amerikaning 16-navbatlik prezidenti Abraham Lincoln prezident bo'lib saylangan vaqtdagi jamiyat kayfiyati o'xshash. Thatcher xonim vazir bo'lib saylangan vaqtdagi Angliyaning jamiyat kayfiyati bilan o'xshash. Amerikada Prezident Trump prezident bo'lib saylangan jamiyatning kayfiyati Abraham Lincoln prezident bo'lib saylangan chog'dagi Amerikaning jamiyat kayfiyati bilan o'xshash. Shundaqla Thatcher xonim vazir bo'lib saylangan ayni chog'dagi Angliya jamiyatining kayfiyati bilan o'xshash. Gingrich mundaq ko'rsat. Prezident Trump saylanganda ayni chog'da Prezident Lincoln saylangan vaqtga o'xshash davlat qarama-qarshilik ichiga tushib qolgan edi. Qarshilikni yarashtirg'ili bo'lmaydi. O'xshashda Prezident Trump xuddi Thatcher xonimga o'xshash solchilarning kuchli hujumiga duch keldi. Amerika jamiyati hozir solchilar, liberalistlar, o'ngchilarning qarama-qarshiligi ichida turganlikdan Amerika olimlari mundaq deyishdi. Prezident Trumpning saylanishi Amerikani ichki urushga tushirib qo'ydi. O'xshamaydigan tarafi bu yerda qulluq tuzum yo'q edi. Amerikada qulluq tuzum yo'q edi. Hozirgacha qarshilik, qarama-qarshilik tinch yo'l bilan elib berildi. Nima deydi hozir Amerika jamiyatida? Solchilar, liberalistlar, o'ngchilar. Demek Prezident Trump şundaq ko'rsatdi, hurmatli vatandoshim.